Hamkorbankda men короче 1.270.000 pulni oldim. YouTube'dan pul ishlasa bo'lar ekan bor. YouTube'da tomiriga endi tushdik tog'alar. Mr. Beast endi sinadi короче. Buyoqqa YouTube'da короче jigarga tushamiz endi bor. Xona tutacağız. Sinadi endi. Undan keyin faqat YouTube'da sola-sol pichoqbozlik faqat YouTube'da bo'ladi tog'alar. Qo'zoydan ham qoladi. Qo'zoyda Hamkorbankini endi bilsalaring kerak. Men to'g'risi ishonmadim. Bunaqa katta bo'ldi ko'rganim yo'qda anchadan beri. Odamlar ham hayron nima bo'lyapti deb xursandchilikdan qorga dumalab ham berdim borim. Tog'ani Zeryozniy parki mana shu yerda turibdi. Xudo xolasa YouTube'da kontentni bosamiz tog'alar. Telefonni g'ilofiga necha g'ilofni lekin Xitoydan zakaz qildirdik. Telefonga. Men YouTube'da yaxshi ketar ekan. Nima shunaqa g'ilof olsa. Pulni qaranglar, to'g'risi sir bozyapti, pulni ushlab bor. Tembol YouTube'dan olingan pulga sir bozyapti tog'alar. Hozir endi u pulga borib sekin bir nima o'zi bo'lar ekan 1.270.000 pul. 1.270.000 pulga nima keladi tog'alar? Nima qolsa bo'ladi bu pulga? Voy, bedapres olsak bo'ladimi? Qaranglar, bu telefonni chexolini, короче, mana mana yerda hozir. Ikkinchisi qaysi biri keluvdi? Hop. O'zbekiston Post. Короче, mana Latviyadan kelibdi mana. Latviyadan mana shu chexolni oldirtirdik.